Qayerdamiz? Biz Plaza mehmonxonasidamiz. Qo'lidagi yozuvlarni saqlashga harakat qilyapti. Yigitlar, keling debatlarni boshlaymiz. Yo'q, lekin siz usti qattiq, ichi yumshoq frazani hamma bahslarda ishlatasanmi? Nima balo? Oxiri yo'q suv hujumlari. Muammo nimada? Bir nima deng, iltimos nimadir deng. Nimadir desangizchi? Menimcha ular buzilib qolishdi. Shunchaki aytib qo'ya qolsangizchi? Bu debat qachon tugaydi? 77 daqiqalik debat 4-raund boshlandi. Yaxshi, qani olg'a. Siz avval yuzingizni yuvasizmi yoki tishlaringiznimi? Men avval tishlarimni yuvaman. Albatta tishlar. Hamma birinchi tishlarni tozalashi kerak. Biz tishlar jamoasimiz. Yo'q, yuz. Yuz jamoasiga taqiqlangan so'z, men tish jamoasiga o'ylaymanki, taqiqlangan harakat orqaga o'g'irilish va sochlarga teginish. Keling debatlarni boshlaymiz. Boshladikmi? Qachonki dush qabul qilayotganingizda siz avval yuzingizni yuvasizmi? Hurmatli boshlovchi, muzakkina suv bilan boshlashga nima deysiz? Agar bu namjunning harakati bo'lmasa, kimniki bo'lishi mumkin? Chimin. Keling debatlarni boshlaymiz. Taqiqlangan harakat nimaligi hammaga qiziq. Men Jayxobga eng yaxshi reaksiya unvonini bermoqchiman. Bu xuddi qiroldagi gap. Joyingizdan turmang. Bu shunchaki boshlovchi Jayxobni kutib olish marosimi edi. Xullas, dush qabul qilayotganingizda unaqa qilib gapirmang. Qo'llarni qimirlatib gapirmang. Yo'q, gap nimada? Xo'sh, dush qabul qilayotgan vaqtingiz Jeki o'z sochlariga tegmayapti. Siz avval yuzingizni yuvasizmi yoki tishingizni? Xullas, yigitlar. U harfiga boshlanadigan so'z ishlatmang. Bo'sha, u, iltimos, rostdan. To'xtang, bu so'z emas, harakatlar. Ular topguncha suv hujumlari davom etishdan to'xtamasdi. Shubhali hech narsa qilmang. Ko'pchilik bilsa kerak, agar dush qabul qilishning o'rtasida tishlarini yuvsa, uni ko'piga yuzni kuydirib yuboradi. Bu yaxshi emas. Shunaqa. Ha. Kim o'ziga ko'pik tupuradi axir? Sen shunday qilasan-a? Ha, men shunday qilaman. Insonlar, oldin tishingizni tozalang. Sochiga teginyapti. Yigitlar, qachon odatda dush qabul qilasiz? Odatda ertalab dush qabul qilamiz. Yo'q, uyqudan oldin va tongda qabul qilasiz. Tongda. Yo'q, to'xtang. Uyqudan turganingizda og'zingizda qancha bakteriya bo'lishini bilasizmi? Bu vaqtda Bill nimanidir sezib qoldi. Bu sochga teginish. Sochingizga teginmang. Hoy, kerak emas. Xo'p, sochlaringga teginma. Sochlarga teginmaslik. Yaxshi, davom ettiramiz. Jayxob, hozir unchalik ham yaxshi ko'rinmaydi. Men senga yordam beraman. Yaxshi. Sochga teginmang. Tishlar jamoasi, iltimos gapiring. Qachonki uyg'onganingizda og'zingizda ko'p bakteriya bo'ladi. Ular juda ko'pligidan turganingizdan so'ng suv ichishdan oldin albatta tishlarni yuvish kerak. Siz ishga, maktabga borganingizda tishlaringiz yuvilmasa, odamlar siz haqingizda nima deyishini bilasizmi? Ular sizdan pux hidi kelyapti deyishadi. Qanday qilib bu so'zni aytishing mumkin, ha? Agar yuzingizni yuvmasangiz, bu sezilmasligi mumkin. Lekin odamlar og'zingizdan kelayotgan hidga chiday olishmaydi. Men gapirmoqchiman. Yaxshi, gapir. Unchalik ham muhim emas, lekin men aytaman.
Sochlar, uzr, teginma. Sochlarimdan suv to'mayapti. Qo'llaringni kiyishtirib ol. Endi eshiting. Dush qabul qilmasdan tishlarni yuvsa ham bo'ladi. Avval tishlarni yuvib, keyin dush qabul qilsa ham bo'ladi. Shunaqa. Yoki dush qabul qilib, keyin tishlarni yuvsa ham bo'ladi. Dush bilan tishlarni yuvish boshqa narsa. Shuning uchun ham tishlarni alohida, dushni alohida qabul qilish mumkin. Bunda ma'no yo'q. Vannada bo'la turib dush qabul qilmaslik, siz faktlarni e'tiborga olmayapsiz. Noto'g'ri ma'lumotlarni ishlatyapsiz. Siz insonlarni g'ururiga tegayapsiz. Insonlarni chalg'itayapsiz. Men gapiraman. Oddiy odam ichkaridan boshlaydimi yoki tashqaridan? Albatta tashqaridan. Yo'q, ichkaridan. Agar ichkaridan boshlasangiz og'riqli bo'ladi. Nega biz ichimiz og'riyapti deymiz, lekin terim og'riyapti demaymiz? Shuning uchun ham dush qabul qilganda yuzni yuvish kerak. Tishlarni keyin ham yuvish mumkin. Bu yerga terini qo'shmang, unuting buni. Tinchlaning, davom ettir. Koreyslar qaysi gapni ko'p aytishadi? O, sening tishlaring toza ekan. O'ylashimcha bu Buni tishlaringizni tozalash bilan ishlatib ko'ring. Bu nimaga o'xshab qoladi? Yanchi? Ha, siz barchangiz shunaqa deganday bo'lasiz. Hoy, meni kuldirmasangizchi. O'zining beo'xshov fikrlari bilan u debatimizni yerga uryapti. Yigitlar, siz o'zingiz shunaqasiz. Biz bu o'xshatish edi xolos. Men qo'shimcha qilmoqchiman. Are, bizni ahmoq deyishdan oldin tishlaringni tozalagin. Men ularni yuzimni yuvgandan keyin tozalab olaman. Unda keling, hozir yuvinib olamiz. Yaxshi. Siz nima deb o'ylaysiz? Xo'bi ham yuvinib olgisi keldi shekilli. Ahmoqona so'z bilan 4-debat ham tugadi. 5-debat. Yigitlar, qo'llaringizni ishlatmang. Yaxshi. Unaqa qilmaymiz. Olg'a. 5-debat boshlandi. Siz ramyon bilan dengiz karami yeysizmi yoki yo'q? Boshlashdan oldin bir nimani aytib o'tishga ijozat bersangiz. Tikanshi, menimcha kepkangni bunday kiysang yuzingni to'sib qo'yadi. Men oldinga egila olmayman. Yo'q, men kepkangni aytayapman. Qanday qilib ustimdan kulishing mumkin? Bu yoqqa kela qol. Qanday qilinishini ko'rsatib qo'y. Yigitlar, keling debatlarni boshlaymiz. Biz qaysi biri? Dengiz karam yemaydiganlarmi? Keling boshlay qolamiz. Ramyonda dengiz karami? Oyoqlaringizni chalishtirmang. Nega har safar ko'zoynaklarimni artayotganimda bunday bo'ladi-ya? Taqiqlangan harakat ko'zoynaklarga tegish va qo'llarni ko'tarish. Iltimos, davom et. Xo'sh, janob Suvuti gapiring. Janob Suvuti? Axir siz Suvuti jamoasi emasmisiz? Birinchi gapirsam bo'ladimi? Vega suv sepishganda bu xuddi fotosessiyaga o'xshaydi. Qo'lingizni ko'tarmang. Yaxshi, qo'limni ko'tarmayman. Boshlasam bo'ladimi? Yaxshi, unda boshlaymiz. Nima bu safar? Nega? Sochingizga teginmang. Men sochimga teginmadim. Kela qol. Ko'zoynaklaringizga teginmang. Qarang, axir bu ular tufayli, shunaqami? Kel. Koreyada lotereya o'ynaganda 3 xil omad kelishi mumkin. Birinchisi jackpot yutish, ikkinchisi umringizni oxirigacha yetadigan pullar, uchinchisi 2 bo'lak dengiz karami. To'g'ri, ular omad ramzi. Dengiz o'tlari bu omad. Yigitlar, siz laminariya so'zining kelib chiqishini bilasizmi? Hech qachon, chunki siz uni hech qachon qayta ishlatishni xohlamay qolasiz.
qachon ularni qo'shmang. Ular yana ko'z oynaklariga tegina boshlashdi. Gapirsam maylimi? Bobbi yana ko'z oynaklariga teginayapti. Vining bu vaziyatga o'z rejalari bor. Michael Jackson chiqishi. Xo'sh, Laminariya jamoasi gapiradi. Yaxshi qarang. Boshlovchi iltimos shovni olib boring. Men gapiraman, quloq soling iltimos. Boshlovchi sen debatni olib borishing kerak. Nima deding? Ana endi qarang. Yigitlar, hammamiz bilamizki, laminariyalar yeyiladigan mahsulot. Lekin siz nega uni sotib olgandan keyin yemaysiz? Bu nima bo'lishi mumkin? Yigitlar, odatda laminariyani ovqatga solishdan maqsad nima? Sho'rva pishgandan so'ng laminariyalarni olib lag'mon solasiz. Siz laminariyani yemaysiz. Ramyonni o'zini yesa bo'ladi. Laminariyani yemang. Rahmat. Nega yana suv? Jeki yashirin harakatni topdi va bundan yaxshi foydalanyapti. Yuzingizga teginmang. Men qo'llarimni urab qoldim. Aybdor Jeki. Agar Chonguq baxtli bo'lsa, biz ham baxtlimiz. Bizga haqiqiy suzuvchilarni ko'z oynaga kerak, ular emas. Nima bo'lganda ham laminariyalarni yeyish kerak. O'ylaymanki, laminariya ramyon yeyishning oxirgi etapi. Lekin yigitlar, nima demoqchisan? Laminariya so'zi bilan to'rtlik to'qing. Eng kulgili bo'lgan jamoa g'olib bo'ladi. Shunaqa to'satdanmi? Bu qanaqa debat o'zi? Har bitta harfiga, har bir bo'g'iniga. Okey, har bir bo'g'iniga. Debat to'satdan ko'ngil ochar shouga aylanib ketdi. Lami, hayot shunaqa. Na, boshi har doim qiyin. Riya, o'lging keldimi? Osmonning aytishicha bu umuman kulgili emas. Yo'q, buni Jeki aytdi. Narigi jamoachi, Lami. Laminariyani hech qachon ishlatmayman. Na, shuning uchun ham hech qachon qo'shishmaydi. Aniqmi? Riya, aniq. Biz yutdik. Shunaqa. Boshlovchi, biz debatni qanday davom ettirishimiz kerak? Birinchidan, men o'ylaymanki, laminariya o'z fikringni aytma. Nega laminariyalar tug'ilgan? Ular tug'ilishi haqida so'rashmagan. Nega laminariyalar tug'ilgan? Rosti men bilmayman. Axir laminariyalar ham dengiz o'ti-ku. Bilmayman. Axir bilmayman dedim-ku. 5-debat ham Jekining o'yinlari bilan tugadi. Iltimos, bizga keyingi mavzuni ayting. Siz sekheni guruch bilan ichasizmi yoki yo'q? Yigitlar, tayyormisiz? Qachonki men boshladik deganimda boshlaymiz. Endi boshladik. Men gapiraman. Axir siz guruchni guppab bilan yemaysizmi? Men yemayman. Demak, sen faqat sho'rvani o'zini ichasanmi? Men uglevodlar yemay qo'yganimga ancha bo'lgan. Men ularni yeyotganingni ko'rganman. Ha, shunday. Bu shirin. Unda xuddi kuppabni guruch bilan yeganingiz kabi sekheni ham shunday yeyishingiz kerak. Kuppab bilan sekheni bitta narsa demoqchimisan? Men qo'shilmayman. Men yongeshi, sen o'z fikringni aytib bo'ldingmi? Nima deding? Gapirib bo'ldingmi? U bizni boshqaryapti. Biz javob bermasligimiz kerak. Boshlovchi nimadir qilmoqchi. Kim Namjunshi? Ha, taqiqlangan so'z. Jimin Namjunni aldadi.
Tehyon, nima demoqchisan? Birinchidan Men shunchaki sinab ko'rdim. Uzr, davom et, Tehyon. Agar siz sikhini guruchsiz yesangiz, siz boshqa sho'rbali ovqatlarda ham guruch yemasligingiz kerak. Bu ovqat emas, bu desert. Sikhi bu tabiiy ovqat. To'ppa-to'g'ri. Qadimda sikhini insonlarga baxt ulashish uchun qilishgan. Qayerdan olib aytayapsan? Nimaga asoslanib baxt olib keladi deyapsan? Sen aytmoqchisanki, sen faqat chirigini yeyib qolganini tashlab yuborasanmi? Chirik? Chirik juda qo'pol eshitilayapti. Sen shirin sharbatni aytayapsanmi? Chirik bu jarohatdan chiqadigan narsa. Nima, jarohatlandingmi? Agarda undagi guruch donalari ovqat uchun mo'ljallanganda edi, biz uni guruch deyardik, lekin biz uni guruch donalari deymiz. To'g'ri, xuddi xalqning ham inson huquqlari bo'lgani kabi, guruchning ham guruch donalari huquqi bor. Guruch donalari o'z suvlarini siqib, sikhi uchun borlarini berib bo'lishgan. Ular qo'lidan kelganini qilib bo'lishdi. Shuni qo'shimcha qilmoqchimanki, agarda guruch donalari sikhining asosiy mahsuloti bo'lganda, sikhining konservalangan bankalarida guruch ham chiqqan bo'lardi. Lekin unaqa emas. Chongokshi. Ha, sen shunga qo'shilasanmi? Ha, dema, u ahmoq qilyapti. Okey. Tehyanshi. Ha. Sen meni diqqat bilan eshitishing va keyin gapirishing kerak. Boshlovchiga javob qaytarmang. Bilasizmi, sikhi nima degani? Bu to'yib yeng degani. Uzr, Jayhop turdi. Men bilmagan holda turdim. Yigitlar, axir biz bir butun emasmizmi? Tasavvur qiling, agar 6 tamiz kelishib olib bir kishini ayirsak, u uchun bu juda ham og'irlik bo'ladi, to'g'rimasmi? Sikhi ham xuddi shunday. Guruch donalari qolib ketgan. Shunaqa, guruch donalari va ichimlik bir butun. Agar ularni bir-biridan ayirsak, guruchlar xafa bo'ladi. U juda to'g'ri gapirdi. Joyingdan turma. Jihobchi, o'rningdan turma. Yigitlar, vaqt tugamoqda. Shuning uchun ham har bir jamoadan bir kishi oxirgi gapni aytadi. Hozirgi kunda eng ko'p tarqalgan kasalliklardan biri bu ortiqcha vazn va sikhida esa shakar miqdori ko'p. Bu semirishga olib keladi. Shuningdek, biz aydillarmiz, to'g'rimi? Biz doim diyetaga rioya qilamiz. Sen hech qachon to'g'ri ovqatlanmagansan. Ertadan boshlayman. Qisqasi, guruch bu yomon. Guruchsiz jamoasi oilani ayirishmoqchi. Men seni ovqatni qoldirganingni ko'rganman. Bu boshqa narsa. Sen ovqatni qoldirsa xafa bo'ladi deganding. Demak, sen qoldirmasliging kerak edi. Agarda men bu jamoada bo'lganimda, shunday degan bo'lar edim. BTS 7 ishtirokchisi bilan bir oila. Sikhi ham guruch bilan sikhi. Guruch o'z ishini bajarib bo'ldi. Buyuk Chiminning buyuk suv tomoshasi. Ular bahslashguncha quyosh ham botdi. Yaxshi, yigitlar. Yungi oxirgi boshlovchi. Keling oxirigacha yaxshi o'tkazamiz. Mavzuni eshiting. Mayizli non, ha yoki yo'q? Ey yo'q, hazillashyapsizlarmi? Qaysi jamoamaysiz? Jihob, siz mayiz jamoasisiz. Jihobshi hech qachon mayiz yeya olmaydi. Menga yoqadi. Kimdir mayizni yoqtiradimi? Agar senga yoqsa bizning jamoaga qo'shilishni xohlaysanmi? Men ham mayiz yeyman. Unda keyin almashamiz. Chimin mayizni yoqtirmaydi. Men yoqtiraman. Stolingni qoldirsang bo'lmaydimi? Xohlamayman. Qoldirsang-chi, nega olib ketasan, ha? Chunki yangi stol yaxtak. Mayiz jamoasi mayizsiz jamoasiga qarshi. Nondagi mayiz ha va yo'q. Ular ha, biz esa yo'q. Nega mayizli non? Buni nima keragi bor? Qo'shilaman. Tushuna olmayman. Nega nonga mayiz qo'shishadi? Ayrim davlatlarda nonga mayiz qo'shish zararli hisoblanadi. Shuning uchun uni qo'shishmaydi. Xuddi shunday. Tushunmayman. Nega mayiz yaratilgan ekan, ha? Hoy, sen.
Barmog'ing bilan ko'rsatma. Barmoqlarni ishlatma. Sen. Menimcha gap boshqa yoqda. Gapirsam maylimi? Taqiqlangan harakat barmoq bilan ko'rsatish. Boshqalarni barmog'ing bilan ko'rsatma. Men buni ko'rdim. Nega? Siz hattoki ekspert ham emassiz. Nega boshqalarga nonga mayiz qo'shish kerak bo'lib qoldi? Chunki bu shirin. 잠시만요. To'xtang, qo'shimcha qilmoqchiman. 붙여서 말씀드릴게요. To'xtang, qo'shimcha qilmoqchiman. 더 붙여서 말씀드릴게요. Hoy, bu nima qilganingiz? Men hech nima qilmadim. Nega bunday bo'ldi? 아프다는데 왜? 붙여서. Men qo'shimcha qilmoqchiman. Odamlar ovqatni aqldan ozdiradi deb, ovqat juda shirin bo'lgan vaqtda aytishadi. Men buni yangiliklarda ko'rganman. Chonguk, barmoq bilan ko'rsatishni bas qil. Yana bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Non so'ziga lingvistik tarafdan qarang. Agar non so'zini o'zini aytsak, bu juda ham qattiq. Nimadir yetishmayotgandek qo'pol eshitiladi. Agar unga mayiz so'zini qo'shsak, bu boshqacha eshitiladi. Mayiz so'zni yumshatadi? U haq. Qarshilik bildiraman. Dunyo bo'ylab ko'p insonlar non mahsulotlarini iste'mol qilishadi va eng ko'p nonni. Ammo Nega kerakmas joyda nonga mayiz qo'shishadi? Har bir tishlaringizni non yumshoq bo'lishi kerak. Ammo yo'q. Iltimos bunday qilma. Keling mayiz so'ziga she'r tuzamiz. Foydasiz. Glyukoza. Umuman yeya ko'rmang. Bu ajoyib bo'ldi. Iltimos, javob qaytaring. Chonguk, gapirishni xohlaysanmi? Mayizli non juda shirin. Mayiz nonga shirin ta'm beradi. Bu juda shirin. Agar uni yegingiz kelmasa, shunchaki yemang. 먹기 싫으면 먹지 마세요. Shaxsan men shokoladli nonni yoqtiraman. Juda ham. Ayana menga kashtanli non ham yoqadi. Nimani yoqtirmaysan? Hamma narsani yoqtiraman, lekin nonga mayiz qo'shishlariga qarshiman. Nega? Men non yeyotganimda uning yumshoqligi va mayinligidan zavqlanishni xohlayman. Lekin mayizning juda ham shirin ta'mi g'ashimni keltiradi. Mayizni shirinmaslari ham bor. U juda shirin. Nega siz shunchaki non bilan mayiz yeb qo'ya qolmaysiz? Sen nima? Kim mayizning ta'mini bilsa, o'sha nondan qanday rohatlanishni biladi degan maqolni eshitmaganmisan? Bu rostdan ham mashhur maqol. Bu Sokratning mashhur gapi. Sokrat nima deganing? Ha, u faylasuf, Sokratning davomchisi. Sokrat. Ha, bu Sokratning mashhur gapi. Mayiz nonga yetishmagan 2% ni to'ldirish uchun solinadi. 채워주기 위함이었어요. 회원님들을 채워주기 위함이었어요. 착각하지 마세요. Barmog'ing bilan ko'rsatma. Axir men bunaqa qilmadim. Ko'rsatma. Hech kim mayizni nonning yetishmay qolgan qismi demagan. Non shundoq ham zo'r. Shuning uchun unga nimadir yetishmaydi deyish xato. Bundan kelib chiqsak, sutli non mavjud bo'lmaydimi? Sen oddiy non yeyishing kerakmi? Hoy, sen boshlovchisan. Men shunchaki menga qiziq bo'lgani uchun so'rayapman. Chexov, sen Yunon mifologiyasini bilasan, to'g'rimi? Ha. Xudolar nima yeyishadi? Vino. Ha. Ular vino ichishgan. Ular non yeyishgan va vino ichishgan. Ular ham non yeyishganmi? Voyaga yetmaganlar uchun vino o'rniga nonga uzum qo'shishgan. To'ppa to'g'ri. Siz ma'nosini unutib qo'ydingiz, lekin uzum jamoasining taqiqlangan so'zi, lekin shuni aytmoqchimanki, vino bilan mayiz umuman boshqa narsalar. Unda vino ichib nima qilasiz? Shunchaki har kuni uzum yeb qo'ya qolsangiz-chi? Namjonga o'z so'zlari bilan hujum qilishyapti. Unda restoranda ham mayiz buyurtma qil, vino ichishning nima keragi bor? Faqat mayizni non bilan yema. Agar yemasangiz sotib olishning nima keragi bor? Biz yeyishni xohlamaganimiz uchun ham shu tarafdamiz. Unda shunchaki oddiy non yeng, bunday nonni hattoki pishirish ham xato. Yaxshi yigitlar, tasavvur qiling, dunyo krizisga tushib qoldi. Qayerga borsangiz ham, nima qilsangiz ham yegani hech nima yo'q. Lekin birov sizga yordamga keldi va mayizli non berib, och qolmaslik uchun yeb olishingizni aytdi.
qilyapti. Xo'sh, nima yeysiz? Albatta yeyishga to'g'ri keladi. Albatta. Siz tushunmayapsiz. Bu umuman boshqa narsa. Chimin, sen qo'ling bilan ko'rsatding. Men baribir olmagan bo'lardim. Nondagi mayizni yeyish xuddi dengiz mahsulotlarini qum bilan yeyishdek. Siz bu qumni yeysizmi? Men yeyman. Sen uni tupurib tashlashing kerak. Men uni yeyman. Shirinmi? Ha, shirin. Sen qumni shirin deb hisoblaysanmi? Ha. 아니 저는요. O'ylaymanki, mayiz bilan non uni yoqtirmaydiganlar uchun bo'lak bo'lishi kerak. 건포도를 따로. Albatta. Chimin taqiqlangan harakatni qildi. Qo'l bilan ko'rsatishni bas qilsangiz-chi? Jihon hozir zo'r gap aytdi. Mayiz bilan nonni bo'lak sotish kerak. Kimni mayizli non yegisi kelsa, o'zi nonni ichiga tiqib yeyaversin. Lekin men bunday qildim. Shu vaqtdan boshlab bir-birimizni ko'rsatish uchun yurakcha ishlatamiz, xo'pmi? Yigitlar, quloq soling. Mayizli non xuddi Gavayi pizzasi kabi. Tish pastasi yoki yasmiqli shokoladli. Buning hammasi dunyoni yaxshilash uchun o'ylab topilgan narsadir. 세상을 더 발전. Dunyoni yaxshilaydigan ovqat. BTSning oxirgi debati shu yerda tugadi. Hamma debatlardan so'ng basseynga sho'ng'idi. Buki Xobining yelkasida. Tete ham ularga qo'shildi. Yigitlar, g'olibni aniqlash vaqti keldi. 77 daqiqalik debatlardan oldin ular qo'llariga Run BTS deb yozishgan edi. Qarang, qo'llarimiz suvga tiqishimiz kelmayapti. Qo'lingizni suvga tiqsangiz ham hech narsa o'zgarmaydi. Xo'sh, kim qo'llarini yaxshi himoya qildi? To'p o'chib ketibdi. Toza. Toza. Bu yoki Shuga yoki Chimin bo'ladi. 그래 남들아. Ha, Namjoon, men ancha harakat qildim. Kim yutadi? Kim yutadi? Chiminning haqlari bus-butun, chunki u qalin qilib yozgan. 됐습니다. Men esa mayda qilib yozganman. Shuganiki BTS Run deb yozilgan. Aslida Run BTS bo'lishi kerak. O'ng va chap qo'llar. 나 오른손에. Sen nega o'chirayapsan? Hoy, sen nega o'chirayapsan? Makni uning qo'lidagi yozuvlarni o'chirayapti. Run. Bugun Chimin g'olib bo'lganligi tufayli u prezident Luks xonasini oladi. Tete mukofotni olib qo'ydi. Chimin bugungi kun g'olibi. Chiminga hasad qilishyapti. 자, 우리 지민이가 최종 우승을 했습니다. Bugungi kuni memberlar bilan juda yaxshi o'tdi. Buni yaxshi ishlatishga va'da beraman. 감사합니다. 좋은 데 쓰겠습니다. Keling, Run BTS deb baqiramiz. 달려라. Bonus video. Bugun hammangiz uchun uzun kun bo'ldi. Run BTS bir oila. Shuning uchun suratga olish jamoasi o'z xohishi bilan o'zlarini sinab ko'rishmoqchi. Rostdanmi? Siz hammangiz buni qilib ko'rasizmi? 한번은 끝났습니다. Suvga tushganda Run BTS deb ayting, iltimos. Siz zo'rsiz. Run BTS davom etadi. Run BTS.